Assalomu alaykum. Andijon Tunikabon kanalini kuzatadigan obunachilar. Mana sizlarga navbatdagi ishlarimizni taqdim etmoqdamiz. Bu ishlarimizni Andijon viloyati Xo'jaobod tumanida, mana shu Xo'jaobod sentri tomonda o'zini boshiga yetkazdik. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib bunday shapka, ichkari shapka, darvozaxona, ko'chalarni ham qilib berganmiz. Shunaqa pianino fasonda qilib. Mana bu tanlovlarini ham choksiz tanlovlardan qilib qo'yib berganmiz. Bu ishimiz oqqa mokli fasonda bo'ldi. Darvozaxonasi ham pianino fasonda. Keyin mana ko'rib turganlaringizdek o'rtaga shunaqa bitta 2 metrga 90 santimetrlik kosmosimizni ham qo'yib berdik. Avvalgi kosmos deyiladi. Bunga dumaloq qo'ymaganimiz sababi darvozaxona bunaqasiga uzun edi. 4 burchakli bunaqasiga uzunligi uchun shunga moslab shu kosmoslarimizdan qo'ydik. Mana bu bo'lsa ko'cha tomonlarida ham ichkariga moslab pianino fasonda qilib choksiz tarnovlari bilan qo'yib berdik. Xudo xolasa shu tillalarni qo'yib qo'ysak handizimizda shu ishimiz ham tugaydi. Vodiy bo'ylab hozirgi kunda 140 ming so'mdan hamma rasxod ichida qilmoqdamiz. Siz faqat abid qilib berasiz bo'ldi. Qolgan hamma rasxod o'zimizdan. Reysa samares shu narx ichida xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.